Assalomu alaykum Gulso'z jamoasi. Biz yangi mol olib boqishni boshladik. Bugungi sanamiz 11-noyabr, hafta kuni seshanba. Mollarni kelganiga 2 sutka bo'ldi. Mollar O'zbekiston Qorasuv mollari deyildi. Ayrilishdan Komiljon'ni oldik. Bular eng kattalari. Narxlari 22,5 milliondan bo'ldi, 24 tasi. Mollarning kattasi 1.30, kichigi 1.10, 1.20, 1.10. Mollarimiz yashur bo'lyapti. Buni sprey, asidovich, margansovka tuzga aralashtirib og'ziga sepilyapti. Oyoqlariga ham o'tgan ba'zilari. Hozircha shular yashur bo'lgan tarafi. Hozircha somon, silios beryapti. Siliosga o'rganmagan ekan. Somonni yaxshi yeyishyapti. Ular biroz kasal. Somonni yaxshi yeyapti. Bu tarafdagilari sog'lomlari rosa xo'ra. Somon yeyishgan ekan faqat bu mollar, quruq somon. Silios bersak yemayapti hozircha. Sekin-sekin o'rgatyapmiz endi. Ikkita kattasi shu. Bu yoqda yana 6 tasi bor. Bu yoqdan quyosh tushib qolyapti. Yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa. Orqadan ko'rinishlari mana. Bu taraflari kichkinalari ekan. O'rtalari. Kichkinasi ham emas, kattasi ham emas ekan bu mollar. Obuna bo'lish tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysalaring, yangi videolarimiz joylab boramiz. Mol boqish, novvos boqish sirlari, qanday boqiladi, shular haqida ma'lumotlar bo'lishib boramiz.